Aziz do'stlar, qarshilarda 4 xil zakuskalar turibdi. Xo'sh, bizda bu yoqda охотничий sosiska, qurt pista va sirniy tayochali. Va ushbu zakuskalarni men bugun birma-bir halol bug'doyli ichimligimizni banочныйsi bilan ichib ko'raman. Bu narsani men hayotimda birinchi marta qilib ko'rmoqchiman. Qani ko'ramiz, qaysi zakuskalardan biri bug'doy ichimligimiz bilan yaxshi ketar ekan. Vau, mana buni ushalishini qaranglar, juda ham udobniy ekan. Takoy tog'ga o'rtoqlar bilan chiqishli. Xo'sh, birinchi bo'lib охотничий sosiskadan boshlaymiz. Halol sertifikatiga ega. Yeb ko'ramiz. Bismillah. Xo'sh aziz do'stlar, охотничий sosiska bilan men o'ylagandek bo'lmadi, yomon emas. Xo'sh, keyingisini qurt bilan yeb ko'ramiz. Vau, bunisini kutmadim, lekin qurt bilan prosta bomba ekan. Xo'sh, keyingisi sirniy tayochali. Yomon emas, lekin men o'ylagandek effekt bo'lmadi. Va eng oxirgisi pista. Xo'sh aziz do'stlar, pista bilan ham yomon emas, menga shaxsan yoqdi.